Adajon, yaxshi o'tiribsizmi? Mazangiz yaxshimi, Adajon? Nima bo'ldi? Adajon, o'g'lim yo'q deb siz umuman xafa bo'lmang. Opam bilan biz 10 ta o'g'il o'rnini bosamiz. Adajon, bilasizmi, bugun qanaqa kun? Yo'q. Shu kunni ham esingizdan chiqarasizmi? Bugun sizni tug'ilgan kuningiz. Yuring, sizga zo'r syurpriz tayyorlaganmiz. Faqat ko'zingizni yumib olamiz, xo'p? Bu, Yuring. O'g'lim yo'q deb o'ksimang dada, sizni juda yaxshi ko'raman. O'g'lim yo'q deb o'ksimang dada, sizni juda yaxshi ko'raman. O'g'il bo'lib xizmat qilolmasam-da, dada sizga jannat sovg'a qilaman. O'g'il bo'lib xizmat qilolmasam-da, dada sizga jannat sovg'a qilaman. G'animat dunyoda eng g'animatim, hatto soyasi ham buyuk davlatim. G'animat dunyoda eng g'animatim, hatto soyasi ham buyuk davlatim. Aslida duosi mening jannatim, dada sizga jannat sovg'a qilaman. Otam sizga jannat sovg'a qilaman. Akajon, mana shu qo'shiqni qizlaringiz nomidan tabrik sifatida qabul qilasiz. Nuringiz uzoq bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmang. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizga ham rahmat. Qizlarim, sizlar 10 ta o'g'il boladan yaxshilar. Bolani 100 ta o'g'il boladan yaxshilar. Baxtli bo'linglar. Amin. Allohu akbar. Dada sizga jannat sovg'a qilaman. Otam sizga jannat